Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşılayırıq. Xitay Şərq Türkistanda yataqlıq məktəb tüzümünü umumlaşdırmaqda. İstanbulda Uyğurun ornu nədən namlab axbarat elan qilish yığını ötküzüldü. Avustraliyada Uyğur muqam ansambl quruldu. Sulayman Soylu çətəllik panahlanğıçılarının dövlətin qoğulab çıxırılış məsələsi üstü toxtaldı. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardır bolsun. Xitay hökuməti Şərq Türkistanның hər qaysı yezi bazar rayonlarında yataqlıq məktəb tüzümünü umumlaşdırmaqda ekan. Tağrıtaq to'rining 17-yil xabarida Uyğur Abnum rayonluq ma'arif nazorati yataqlıq məktəb qurish o'lchami haqida uqtirish tarqatib, boshlang'ich maktabning 1-yillikdan 3-yillikgacha bo'lgan bolalar maktab yatiqida yotmay uydan qatnab o'qis bo'ladiganligi, 4-yillikdan 6-yillikgacha bo'lgan bolalarning sharoit yer berganlar yataqda yetib turib o'qis bo'ladiganligi, to'liqsiz o'tirib o'qiydiganlar cho'qim maktab yatiqida yetish kerak ekanligi belgilangan ekan. Hamda yataqlıq maktablarning ichida o'qitish binosidan boshqa yana har xil faoliyatlarni olib boradigan to'liq aslahalanganligi alohida ta'kidlangan ekan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning har qaysi rayonlaridagi yataqlıq maktablarni qurishni umumyuzlik tezlashtirishni nishon qilgan ekan. Yaqinda BBK to'g'ri e'lon qilgan bir videolik xabarda necha minglagan Uyg'ur bolalarini sig'dira oladigan yataqlıq maktablarning jazo lagerlarining yeniq silinganligi, Qashqar va Xotan shahrida ziyorati bo'lganda yasli va boshlang'ich o'qiydigan Uyg'ur bolalarning shanba kunlarida uyga qaytmaydiganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lgan turli uchurlarda navbatda lagerlar qamalganlarga va lager sirtidagi ishchi xizmatchilarga qizil tarbiya tashviqotining har kunlik majburiy mashg'ulot bo'layotganligi, o'qish ishidagi o'smirlarni bu siyosiy tashviqot qaynimiga so'rab kirish haqida so'z qilgan analizchilar bu Xitoy hukumatining sepi o'zidan madaniyat qirg'inchilik qilayotganligini, yataqlıq maktab tuzumini yo'l qo'yishi bir jihatdan Uyg'ur oilalarini parchalash bo'lsa, yana bir jihatdan Uyg'ur bolalarini kichikidan boshlabla o'z milliy kimligini yo'qotishga qarab yuzlantirishning bir yoshirin o'rinishidir deb ko'rsatgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandi xalqaroning ko'zini bo'yab o'zining razil abdibashirsini yo'shirishga amalsiz qolgan Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda sistemlik siyosatlarni yo'l qo'yib Uyg'ur va boshqa musulmonlarning ziyolilari, mo'llalari va boylarini yo'qotib bo'lgandan keyin avlodlarga ziyonkashlik qilish siyosatini boshlagan bo'lib, farzandlarimizni manqurtlashtirish uchun tirishyapti. Qarqash apandi so'zladi yana butun dunyoning bolalarimizning sog'lom o'sib yetilishi uchun Xitoy hukumatining ota-onalaridan ayirib qizil tarbiya berayotgan mudeyish faoliyatlarini yaqindan kuzatishni umid qilaman dedi. Uyg'ur akademiyasi bilan Uyg'urga yordam tashkiloti birlashib dunyo miqyosida ilib olgan Uyg'urning o'rni nada harakati bilan munosabatlik Topkapi Geranda Makal mehmonxonasida axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Yig'inga turk va Uyg'ur muxbirlarining tashrif qilishi va 70 atrofida Sharq Turkistonlikning qatnashib, ko'p sondagi Uyg'urlarning Turkiyada pasportining vaqti o'shib ketib, uzartalmay, turli qiyinchilik yo'liqqanligi hamda urug' tuqqanlari jazo lagerlari va turmalarga tashlangan Uyg'urlarning guvohlik berishi bilan Uyg'urning o'rnida temiliq axborot yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inda so'z qilgan Shavkat Nosir apandi Xitoyning markaziy qarashliq siyosiy va ijtimoiy suiqasdlari orqali Uyg'ur turklari boshliq Sharq Turkiston turklarini sistemlik bir shaklda xitoylashtirishga urinayotganligini aytdi. Shavkat Nosir apandim so'zida yana Xitoy kommunist davlati bir tarafdan Uyg'ur turklarining Xitoy Xalq Jumhuriyatining qonunliq fuqarosi ekanligini jakarlasa, yana bir tarafdan Xitoy millati ega bo'lgan qonunliq fuqarolik haq-huquqlaridan foydalanishiga imkon va fursat bermay keldi dedi. Shundaqla muxbirlarning Turkiya davlatidan Uyg'urlarga qarata qanday talabangiz bor deb so'ragan muxbirlarga Finlandiyadan Xalmurod apandim Turkiyaning birinchi bo'lib Xitoyning Uyg'urlarga qilingan besimiga qarshi bayonot e'lon qilgan va Uyg'urlarga sahib chiqqan davlatligini, buningga rahmatini bildirdiganligini, shundaqla Turkiyaning pasport, iqomat, ishlash ijozatnomasi va vatandoshlik masalasini osonlashtirib berishini talab qildiganligini bildirdi. Turkiyada Uyg'urlarning panohlik tilash ishlarini osonlashtirib berish kerak, yoki panohlik berish kerak har qanday Uyg'urga. Chunki Xitoy yozgan savbasini shu panohlik tilak ishlarga bergan pasportni berdi Uyg'urlarga. Yil kuni Avstraliyaning Sidney shahrida Uyg'ur muqam ansamblining qurilish murosimi o'tkazildi. Mazkur ansamblining qurilish murosimi qurg'uvchisi Shuhrat apandining nutqi bilan boshlangan bo'lib, faoliyat 4 soatga yaqin davom qilgan. Shuhrat apandining bildirishicha, milliy san'atimizning varislarini yetishtirib chiqish orqali Avstraliyaning har qaysi shaharlarida konsertlarni uyushtirib, milliy san'atimizni taraqqiy qildirish bilan birga milliy kimligimizni tonishtirish va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur san'atkorlar bilan do'stona munosabat o'rnatadiganligini, yana navbatda Sharq Turkistonda milliy san'atning yo'qolish girdobiga berib qolganlik sababidan muhojiratlik sharoitlardan foydalanib, milliy san'atning davom qilishining zarurligini ta'kidlab, hozir Xitoy Uyg'ur madaniyatini tubdan yo'qotishga urinayotdi. Biz muhojirat hayotimizdagi sharoitlarimizdan foydalanib, Xitoyning milliy san'atimizni, madaniyatimizni yo'qolishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Uyg'ur muqam ansamblining qurilishi tarixdagi har qanday bir vaqt qaragan chaqda texmi ahamiyatli bir hodisa. Chunki Xitoy hukumatı Uyg'ur millatini tamoman etnik bir qirg'inchilik bilan yo'qotish harakatini olib borayotgan bir vaqtda Uyg'urning tilini, Uyg'urning dinini, Uyg'urning madaniyatini yo'q qilishga urinayotgan bir vaqtning o'zida
Uyg'ur millatini saqlab qolish uchun Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'ur san'atiga har vaqtdagidan bakroq ehtiyojimiz bo'layotgan shunday bir vaqtda Shuhrat Tursun afandining bundaq bir muqam ansamblini qurish orqali Uyg'ur madaniyatini saqlashga tirishayotganligi haqiqatan taqdirga shoyan bir hodisa. Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu bir xususiy televiziya kanalining programmasida qatnashib, ko'chmanlar siyosati haqida ma'lumot berib, İstanbulda ro'yxatga ilinmagan Suriyaliklarning ro'yxatga ilingan shaharlarga avatilganligini aytdi. Sulaymon Soylu bu yil 163 ming qonunsiz ko'chmanni nazoratga oladiganligini va bulardan 43 ming kishining o'z davlatlariga qaytarib etadiganligini bildirdi. Qonunsiz ko'chmanlarning qaytarib etilishi doirasida İstanbulda bu yil 6122 nafar qonunsiz ko'chmanning nazoratga ilinganligini bildirib, ulardan 2691 kishining Afg'onistonlik, 1619 kishining Pokistonlik, 1000 ga yaqin kishining Suriyalik ekanligini bildirdi. İstanbulda turayotgan panohlanuvchilar orasida 547 ming kishi Suriyalik bo'lib, jami 1,69 million ko'chmanning ro'yxatga ilinganligini, vaqtli to'xtash doirasida ekanligini bildirgan Sulaymon Soylu, vaqtli to'xtash doirasidagi Suriyaliklarni chegaradan qo'g'lab chiqarilmaydiganligini, qo'g'dash doirasidagi Suriyaliklar agar ro'yxatga ilinmagan bo'lsa, panohlanuvchilar lageriga avatildiganligini, ro'yxatga ilinganlar bo'lsa, qaysi viloyat ro'yxatga ilingan bo'lsa, shu viloyatga yo'llaydiganligini ta'kidlab, hozir panohlanuvchilar lagerida 100 ming kishi borligini qayd qildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.